Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga tovuq etining so'nggi tamoq jasab ko'rsatmoqchiman. Buga tovuqning eti, zelen. Tovuq etini to'rab, zelen üstüne qo'shib, anan sirni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Anan bir yumurta qo'shamiz. Kukuruzga qo'shamiz. Eğer kalsanızdır qo'shib dele qo'shsanızlar bo'ladi. İçine sol, черный перец, bir kaşık smetana qo'shib, bardığını yaxshilab aralashtiramiz. Mana tayyor. Endi skоворodkaga mayda kichkina qo'yib, ko'p bo'lmay qoladi, kichkina maylab turib, har birini solib chiqamiz. Akırından ikinci betine alırız. Naki tayyor. Gelip tam tatlı edinizler. Çok rahmat, kanala жазылыңыздар.